Aziz obunachilar, mana qo'chqor so'yib berdik. Mana dumbalarni qaranglar, mana 42 kilo chiqdi qo'chqorimiz. Mana qo'yimizning bo'yin qismi, mana bu bel qismi bo'ladi. Mana maydalab berdik. Buni bemalol qozon kaboblarga ishlatsanglar bo'ladi. Mana bu qovurg'a qismi, to'sh qismi, qovurg'a to'sh. Bu sho'rvalarga asosan ishlatiladi. Mana bu qo'l qismi, mana bu oshlarga, mantilarga solsanglar bo'ladi. Mana bu qismlari, mana bular qozon kaboblarga ishlatiladi. Mana bu korson bo'ladi. Buni endi o'sha mantilarga, somsalarga son qismini kors joyi. Mana bu ham son qismi, mana ochikligi, bu to'qilik qismi hisoblanadi. Shashliklarga, oshlarga, mantilarga ishlatsanglar bo'ladi. Mana tayyor chop qo'yganmiz iliklarini. Mana bu dum g'azasini alohida ajratib qo'ydik, chunki buni ajratib qo'ymasanglar hidlanib qoladi dumba.